Kim senga o'zga bir insonni gapini yetkazib bilginki, u sening ham gapingni albatta boshqalarga yetkazadi. Ya'ni gap tashib insonlar munosabatlarining darz ketishiga ba'zilarni chaqimchiligi sababdir. Chaqimchilik bu insonni baraka va yaxshiliklardan uzoqlashtiradigan illat. Ikki kishini orasini buzib, o'rtada gap tashib rohatlanadigan, nizo chiqqanidan quvonadiganlar borki oramizda, to'g'rimi? O'zimizda ham ayb bor-da. Ko'pincha bizga noxush gaplarni o'zimiz haqimizdagi kimningdir salbiy qarashlarini aytib keluvchilarning so'zlariga darrov ishonamiz. Rostmi u? Yolg'onmi? Haqiqatan shundaymikan degan o'y negadir xayolimizga kelmaydi. Mayli, meni g'iybat qilsa qilibdi-da deya qo'l siltab ketadiganlar oz. Aksarimiz nega meni yomonlading deya dedi-dedining ortidan quvib ketadi. Fojia shundaki, bundaylar hatto jigarlarning orasini ham buzishdan to'ymaydilar-da. Natijada bir qorindan talashib tushganlar ham yuz ko'rmas bo'lib ketishadi. Chinakam odamiylik esa yomon gapni ham ikkinchi tarafga yaxshi qilib yetkazishdir. Odamlarni yarashtirib, mehr-oqibat ildiz otishiga sababchi bo'lishiga nima yetsin?